Dasturimizda sport xabarlari. Sharof Rashidov tumanida 2012-2013 yillarda tug'ilgan o'smirlar o'rtasida sportning milliy kurash turi bo'yicha prokuror kubogi o'tkazildi. Bahslarda viloyatimizning barcha hududlaridan kelgan yosh polvonlar g'oliblik uchun gilamga chiqishdi. Sharof Rashidov tuman prokuraturasi tashabbusi bilan o'tkazilgan musobaqa avvalida bugun yurtimizda sport sohasiga berilayotgan e'tibor, sportchilarga yaratilayotgan shart-sharoitlar, jahon arenalarida yurtimiz sharafini munosib himoya qilayotgan sportchilar haqida so'z yuritildi. Sharof Rashidov tuman prokuraturasi tomonidan viloyatimiz hududidagi sportga qiziquvchi va kurash sportiga qiziquvchi yoshlarni jalb qilgan holda tuman prokuror kubogi tashkil qilindi. Ushbu musobaqani o'tkazishdan maqsad yoshlarimiz o'rtasida bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, shu bilan birga ularning kurash sportiga bo'lgan qiziqishini orttirish maqsadida shu musobaqa tashkil qilindi. Kelgusida ham ushbu musobaqalarni davomli ravishda o'tkazib, yosh kurashchilarni tarbiyalab yetishtirishda o'z hissamizni qo'shish niyatlarimiz bor. Sportning milliy kurash turi bo'yicha o'tkazilgan musobaqada 18 kilogramdan 50 kilogramgacha va undan yuqori vazn toifasidagi polvonlar kuch sinashishdi. Musobaqa 3 bosqichda olib borilib, jami 200 nafardan ortiq yosh sportchini qamrab oldi. Bugungi bo'layotgan musobaqada 32 kilogram vazn toifasida qatnashib o'tyapman. Men O'zbekiston chempionatlarida qatnashib ham birinchi o'rinlarni oldim. Kelajakdagi maqsadim jahon chempioni va boshqa musobaqalarda faxrli o'rinlarni olib, O'zbekiston bayrog'ini yuksaltirish. O'tgan yil bo'lgan O'zbekiston chempionatida ham faxrli birinchi o'rin egalladim. Endi shu respublika musobaqalariga ham tayyorgarlik bo'lyapti. Tomoshabob kurashlar, kuch-quvvat, mahoratga boy bahslar sport ishqibozlariga katta zavq bag'ishladi. Musobaqa polvonlari har bir vazn toifasida tomoshabinlarga qiziqarli va murosasiz bellashuvlarni namoyish etdilar. Men ham o'g'lim mana shu kurashda ishtirok etyapti. Abdunabiyev Diyorbek 4 yoshidan beri mana shu kurashga qatnashib kelardi. O'zimizda mana shu tumanda yo'qligi uchun u shaharga borib kelardi. Har kuniga yo'lda biz ota-ona sifatida xavotir olardik. Yo'lda borib kelish, transportda borib kelardi. Biz bundan xavotirlanardik. Mana bugun o'zimizda shu turadigan joyimizda mana shu tumanda tashkil qilingandan biz bundan juda ham xursandmiz. Viloyat bo'yicha tashkillashtirilgan musobaqalarda faxrli o'rinlarda olib qatnashib kelyapti. Mana bugun ham turnirda qatnashib, xudo xohlasa, birinchi o'rinlarda oladi degan umiddamiz. Ma'lumot uchun, Sharof Rashidov tuman prokuraturasi tashabbusi bilan hududda sportning erkin va yunon kurashi bo'yicha to'garaklar tashkil etilishi rejalashtirilgan. O'tkazilgan musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra 12 ta birinchi, 12 ta ikkinchi va 24 ta uchinchi o'rin g'oliblari aniqlandi. G'olib va sovrindorlar diplom, medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.